Qarang, zino qilishlikka izn so'rab kelyapti Rasululloh oldiga. Izn beriladigan narsami aslida? Ayniqsa zino bu qarz. Albatta qaytib keladi. Sen qilsang, senikiga ham qilinadi. Bu kofirlar hayotda ham tasbih topadi. Bir erkak masalan bittasini xotini bilan o'ynashib yurgan paytda qarashsa, keyin bir kun ko'radiki, o'zini xotini bilan ham bittasi o'ynashib yurgan bo'ladi. Qarz bu. Qochib qutulaman deb o'ylaydi. Hozir mana shunaqangi bir iflos yigitlar qancha xotin qizlarni buzib tashlayapti mana shunaqa qilib. Yigitlar ayollar buzib ketyapti deydi. Qarasang, aksar holda ayollarni yigitlar buzyapti. Yigitlar ayollar buzib ketyapti deydi. Qarasang, aksar holda ayollarni yigitlar buzyapti. Imom Ahmad Abu Umama radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Qurayshdan bir kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallam oldilariga kelib aytgan ekan. "Ya Rasululloh, menga zino qilishga izn bering." Shunda hamma birdan bir-biriga qaragan yoki haligi odamga qaragan va uni haqoratlashgan. "Hey" deyishgan. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaqinroq kelganlar. Rasulullohga yaqin kelgandan keyin "Onangga shuni istaysanmi?" deganlar. "Yo'q vallohi" degan. "Alloh meni sizga fido qilsin, istamayman." Rasululloh aytdilar, "Odamlar ham onalariga istamaydi buni. Qizingga istaysanmi?" dedilar. "Yo'q vallohi Rasululloh, Alloh meni sizga fido qilsin" dedi. Rasululloh aytdilar, "Odamlar ham qizlariga istamaydi-da." "Opa singlingga istaysanmi?" dedilar. "Yo'q vallohi Rasululloh, Alloh meni sizga fido qilsin" dedi. Rasululloh aytdilar, "Odamlar ham opa singlisiga istamaydi-da." "Ammangga istaysanmi?" dedilar. "Yo'q vallohi Rasululloh, Alloh meni sizga fido qilsin" dedi. Rasululloh aytdilar, "Odamlar ham ammalariga istamaydi-da." "Xolalaringga istaysanmi?" dedilar. "Yo'q vallohi Rasululloh, Alloh meni sizga fido qilsin" dedi. Rasululloh aytdilar, "Odamlar ham xolalariga istamaydi-da." Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga qo'llarini qo'ydilar-da, "Allohim uning gunohini kechir, qalbini pokla, avratini asra" dedilar. Ana shundan keyin o'sha yigit biror narsaga qaramasdi, deyishdi. Ya'ni mana qarang, muallimning odobini va talibning odobini. Birinchidan, taliblar shu maza-bemaza savollarni beravermasligi kerak. Sal hayo kerak savol berayotgan odamda ham. Ayniqsa ommaga chiqilayotgan savollarda har xil odamlar eshitadi, ayol qizlar eshitadi. Bo'lgan gapni uyatsiz narsalarni so'ramasdan, uni xos so'rash kerak yoki bir maxfiy uslubda men deb gapirmay, masalan, bittasi shunaqa qilsa nima bo'ladi deb yopib so'rash kerak. Hokazo o'ziga yarasha talablardan so'rashda odobi bor. Ammo olimning odobi ham so'ralangan savolda jirkimaslik. U sizdan savol so'rayapti. Urush berishingizni so'rayotgani yo'q. Xususan pushaymon bo'lsa inson ishiga yoki yechim istayapti. Nima bir yomon ish bo'lgan taqdirda ham, uyatlik narsa bo'lgan taqdirda ham jirkilinmaydi. Qarang, zino qilishlikka izn so'rab kelyapti Rasululloh oldiga. Izn beriladigan narsami aslida? Ya'ni aniq ko'rinib turibdi, savol odobsiz. Lekin shunda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jirkimaganlar. Hozir bir kasallik chiqqan, mana bu ayniqsa salomlilarda bor o'sha narsa. Bu ularda o'sha asabi tamom bo'lgandan-da, ya'ni so'ragan odamlar kalka qilib o'tiradi. Masxaralaydi. Shuning uchun bu narsani hech qachon haq ahli o'ziga odat qilmasligi kerak. Haq ahliga yarashmaydi unaqa narsa. Masxaralab o'tirish savol bergan odamlarda. Mana endi odamlar xullas mana bu yerda ham hali yigitni jirkiyapti, zinoga izn bering deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kel yaqinroq deb tushuntiryaptilar mana. Mana shunaqa tushuntirish kerak so'ragan odamga, jirkishmas. Keyin bitta aytib chiqdilar. O'zingga ravo ko'rmaysanmi? Onangga, opangga, singlingga, qizingga, ammangga, xoningga. Bo'ldi, odamlarga ham ravo ko'rmadi. Senga nima muomala qilinishini istasang, bo'ldi, odamlarga ham shuni qil. Qaytar dunyo deydi. Ayniqsa zino bu qarz. Albatta qaytib keladi. Sen qilsang, senikiga ham qilinadi u ish. Bu kofirlar hayotda ham tasbih topadi. Bir erkak masalan bittasini xotini bilan o'ynashib yurgan paytda qarashsa, keyin bir kun ko'radiki, o'zini xotini bilan ham bittasi o'ynashib yurgan bo'ladi. Qarz bu. Qochib qutulaman deb o'ylaydimi? Hozir mana shunaqangi bir iflos yigitlar qancha xotin qizlarni buzib tashlayapti mana shunaqa qilib. Yigitlar ayollar buzib ketyapti deydi. Qarasang, aksar holda ayollarni yigitlar buzyapti. O'tirib olib, gruppa ochadi, kanal ochadi-da, gruppasiga, kanaliga a'zo bo'lganlarni hammasini boshini aylantirib, unga yozgan, bunga yozgan. Bir vaqt o'zi bir mingtasi bilan tanishgan. Unga yana ba'zilarni eshityapmiz, fahsh munkar narsalarni jo'natishar ekan ayol qizlarga. Uni o'sha ko'zini ochib qo'yish uchun, quloqini qizish uchun, keyin gaplashish uchun, keyin borish uchun kerak bo'lsa, o'sha bilan shu ishlarni qilish uchun keyin qizlar buzilib ketyapti deydi. Bunaqa qilib hamma qizlarni buzib urgandan keyin o'zingga bitta buzilgan yo'l qatdi shunaqa. Mana tushuntirdilar qarang. Tushundi va Rasululloh duo qildi, duolari ta'sir qildi. Hech qachon hech narsaga qaramasdi, deyapti. Hech narsaga deganda maqsad shu haromga-da, ya'ni.
Zino qilishga ruxsat bering deb yurgan odam hech qachon haromga qaramaydigan ham bo'lib ketdi. Rasululloh duo qildilar, gunohini kechir, qalbini tozala. Qarang, qalbini tozaladi. Muammo nimada demak? Qalbga o'sha shahvat kirib qolishdi. Ana shundan keyin inson bunaqa narsalarni istay boshlaydi. Hozir mana ko'pchilik voy zino qilib qo'yaman, sal qolyapti. Bunday qilib qo'yaman, bunday qilib qo'yaman deydi. Sababi nimada ana shuni? Ko'zni tiymaslik va o'sha ko'z sababdan qalbga mana shu shahvatlar o'rnashib qolishligida. Keyin ana shu dunyolarni buzaveraman deb o'ylab yuraveradi o'zini o'zi. Asli qarasang hech narsaga ham yaramaydi ehtimol. Lekin ko'zi tegmagandan odam mana shunaqa qaynaydi, o'zicha bir nima deb o'ylaydi. Aslida bir zaif odam. Keyingisi, Nabiy sollallohu alayhi vasallam bir narsani gapirsalar 3 marta gapirganliklari. Ya'ni agar eshitgan odamlar to'g'ri eshitishi, to'g'ri tushunishi uchun takrorlab gapirish kerak. Mana shuning uchun birinchi tushayotgan vahiyda ham qarasangiz iqro. Qayta takrorlangan. Tabaroniy Abu Umamaddan rivoyat qiladilar, Nabiy sollallohu alayhi vasallam agar gapirsalar 3 marta gapirardilar, u kishidan tushunilishi uchun. Endi bu degani hamma gapni 3 martadan takrorlash kerak degani emas. Buni qilmaganlar Rasululloh. Muhim gaplarni deganida bu. Chunki oddiy gapni takrorlab o'rish bu odamlarni bezitadi.